بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغات العربية لغير الناطقين بها، الجزء الثالث، الدرس الثاني. قرأت درستك إشكينج درس. Endi bugungi darsga o'rganmoqchi bo'lgan muhim mazmunlarni tuvandagi 9 nuqtaga qo'zg'aymiz. Bugun darsimizdagi asosiy maqsad fe'llarningki iniqsiz shakllari, ya'ni majhul shakllari. Odatda jumlada bir ish harakatning egisini tashlab o'tib isbotlamoqchi bo'lsak, fe'lni majhul shakli bo'yicha turlab chiqaramiz. Masalan, egisini tashlab degan gap Ahmad Bakrni urdi. Mush jumlada urush degan ish harakat qaysi? Barobar. Fa'ili kim o? Ahmad. Urilg'ini kim o? Bakri. Endi biz urgan Ahmad degan bo'lakni tashlab o'tib ifodalamoqchi. Uyg'ur tilida qanday ifodalaydik? Urildi. Shundaymi? Kim o? Bakri. Urg'an odamni tashlatgandan keyin nima bo'ladi? Urildi bo'ladi, shundaymi? Endi bu tashlab o'tishninki sabablari har xil. Masalan, Qur'onda buning o'xshash misollar ko'p. Masalan, Alloh taolo aytadi: "Xuliqal insanu halua." Xuliqal insan. İnsan yaratildi. Shundaymi? Menda Alloh insonni yaratdi aslisi. Fa'il qana qilindi, tashlandi. Bu yerda dars o'qimoqchi bo'lgan mazmun asosiy shu fe'llarningki qanday shakli majhul, ya'ni iniqsiz shakllari. Endi biz birinchi nuqtada o'rganmoqchi bo'lgan birinchi nuqtada o'tgan zaman fe'lningki majhulga aylanish shaklini o'rganishimiz kerak. Endi biz mana sarf darsligimizda fe'llarni arab tilida 22 bab bo'lgan, shundaymi? Masalan, sulasi mujarradning 6 fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu degandek, shundaymi? Sulasi mazidning qancha? 12. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu degandek 12. Rubai mujarradningki 1, rubai mazidning necha? 4. Jami 22 bab bo'lgan, shundaymi? Biz odatda normal ishlatilgan holatning hammasi fa'ala, af'ala, fa'ala degandek holatlarning hammasi qanday holatlar? Ma'lum. Ya'ni iniq holatlari. Bu vaqtda fe'llarning ma'nosi qildi, atdi deb chiqadi. Endi mushlarni iniqsiz, ya'ni majhulga aylantirgan vaqtda nima degan ma'no chiqadi? Qilindi, etildi degan ma'no chiqadi. Masalan, akrama, hurmatladi, shundaymi? Majhulga aylantirsak nima degan ma'no chiqadi? Hurmatlandi. Barobar urdi, majhulga aylantirsaqchi urildi degan bunday ma'no chiqadi. Unda bo'lsa, fe'lning shakllarini qanday majhulga aylantiramiz desa, birinchidan o'tgan zaman fe'llar buni 3 xil shaklda diqqat. Oldida ortiq ta yoki ortiq hamz vasli bo'lmagan shakllar bor. Masalan, fa'ala degan oldida tavami yo'qmi? Yo'q. Hamzami yo'qmi? Yo'q. Af'ala yufiluning oldida tavami yo'qmi? Yo'q. Hamzami yo'qmi? Yo'q. Fa'ala yufa'lining oldida tavami yo'qmi? Yo'q. Hamzami yo'qmi? Yo'q. Fa'ala yufa'iluning oldida ta yoki hamza bormi yo'qmi? Yo'q. Bunda fe'llar bor. Yana bir qism oldida hamza bo'lgan fe'llar bor. Masalan, biz degandek istaf'ala yastaf'iluning oldida istaf'ala deb hamza bor, shundaymi? In fa'ala yanfa'ilu oldida hamzami yo'qmi? Bor. İtta'ala yatta'ilu hamzami yo'qmi? Bor. Hamza fe'llar. Yana bir turli ta bo'lgan fe'llar, ortiq ta. Masalan, tafa'ala yatafa'alu. Shundaqo yoki tafa'ala yatafa'alu. Ana 3 xil ayirdi. Oldida hamza va yoki ta bo'lmagan fe'llar, hamza bo'lgan fe'llar va nim bo'lgan fe'llar, ta bo'lgan fe'llar deb nechaga ayirdi? 3 ga ayirdi. Endi shu 3 ga ayirgandan keyin buning majhul o'zgarish shaklini shu 3 turlik bo'yicha ayiramiz. Mazi fe'llarni endi majhulga aylantirishda beshida hamza yoki ortiq ta bo'lmagan fe'llarning beshida ta yoki hamza
ortiq hamza bayatın degandekçi ortiq tek arqamda bo'lmagan fe'llarni qanday qilamiz? Birinchi harf bilan pesh o'qiladi, oxirining oldidagi harfni zir o'qisak ham. Masalan, bir necha misol. Daraba, tam yo'q, hamza yo'q shundaymi? Birinchi harf bo'lgan dodni pesh o'qidik, oxirining oldidagi harf bo'lgan nimani ya'ni zir o'qidik, nima bo'ldi? Duriba. Akrama. Oldida tavomi yo'qmi? Yo'q. Hamzami yo'qmi? Yo'q. Bunda qanday qilamiz? Birinchi harfni pesh, oxirining oldini zir. Ukrima. Allama. Tam yo'q, hamzami yo'q shundaymi? Birinchi harfni pesh, oxirining oldini zir. Ullima o'qildi. Masalan, duribaga o'xshash. Agar beshta hamza bo'lib qolsa, hamza va billah qaysida? Istakhraja, yastakhriju, insarafa, yansarifu degandek ta'ala billah shundaymi? Bunda billah bo'lib qolsa, birinchi va uchinchi harfni pesh o'qiymiz, oxirining oldidagi harf zir o'qiladi. Masalan, istakhrajada. Is birinchi harf, sin ikkinchi harf, ta uchinchi harf shundaymi? Unda o'g'ani birinchi bilan uchinchi harfni pesh o'qiydi ekanmiz. I ne u qildik shundaymi? Tane tu qildik ekanmiz. O'qib baqayli. Ustuq oxirining oldidagi harfni zir o'qiydi ekanmiz. Nima bo'ldi? Ustuqrija. Birinchi, uchinchi harfni pesh o'qidik, oxirining oldini nima o'qidik? Zir o'qidik. Majhulga aylandi. Oldida ortiq tavogan harf billarga kelsa ekan. Masalan, bu azg'u billar tafa'alu shundaymi? Oldida ortiq tavogan billarga kelsa, birinchi, ikkinchi harfni pesh o'qiymiz. Masalan, tafa'ala, ya'ni ta'allama, o'rgandi degan billarga ta'allama. Bu yerdagi ta birinchi harf, ayn ikkinchi harf. Bu ikki harfni pesh o'qiydi ekanmiz. Tu'ul. Oxirining oldidagini zir o'qiydi ekanmizki, tu'ullima. Tu'ullima o'xshash. Ana fillarni umuman 3 ga bo'lib, oldida hamzim bo'lmagan, tam bo'lmagan fil, buning birinchi harfini pesh, oxirining oldini zir, oldida hamza bo'lgan fillar, buning birinchi, uchinchi harfini pesh, oxirining oldini zir, oldida ta bo'lgan fillar, buning birinchi, ikkinchi harfini pesh, oxirining oldini zir o'qisak, o'tgan zamon fillarniki nima shaklda ekan? Majhul shakllanadi ekan. Bu qoidaga mazhada 4-chi mashqqa qarasanglar bo'ladi. Kitobdagi bu darsdagi 4-chi mashqda mushu qoida gavdalik mashq qilinadi. Ikkinchi mazmun, bu darsdagi ikkinchi mazmun mudori fe'llarni majhulga aylantirish. Bak oddiy, hech nimaga qaramasdan mudori fe'llarni majhulga aylantirishda mudori harfini, ya'ni 5lik harf, mudori harfi ya'ni 5lik harfni 5 oxirining oldini zir o'qisoqlan tamam. Bir qism fe'llarning pesh o'qilug'liq shundaymi? O'qilgan bo'lsa qilmaymiz. O'qilmagan bo'lsa ish qilib 5 harfni pesh oxirining oldini zir o'qisoqlan bo'ladi. Masalan, yadribu, yudrabu, yukrimu, yukramu, yusafiru, yusafaru, yuallimu, yuallamu, yeta'allamu, yuta'allamu shundaymi? Mudori'ninki birinchi harfini pesh, oxirining oldini zir bilan o'qisak, barliq mudori'larning hammasi nimaga aylanadi ekan? Majhulga aylanadi ekan. Ya'ni fe'llarni majhulga aylantirish shakli mana bu yerda. Endi majhulga aylantirgandan keyin nima ahvol yuz beradi? 3-mazmun. Masalan, biz bir misolni gavdalik qilib turib olaylik. Daraba, bizga aniq tushunib qolgan misol, daraba Bakrun Xalidan. Bu normal jumla. Bakre Xalidni urdi. Bu jumlada fil qaysi daraba? Urgan odam, ya'ni fa'il qaysi? Bakrun. Urilgan taqiy odam qaysi? Xalidan. Shundaymi? Endi darabani duribaga shunda o'zgartirsak, ma'nosi nima chiqadi? Urildi degan gap chiqadi. Demak, bu yerda urgan odamni tilga olish hojat emasmi? Hojat emas. Unda olganda tabiiylan nima tushib ketdi? Fa'il tushib ketdi. Ya'ni bakrun tushib ketdi. Duriba nima qoldi? Xalidan qoldi-ku. Xalidan nima etdi? To'ldiruvchi mitdi? Fa'il tushib ketgandan keyin ma'nosi to'ldiruvchi degan gap mavjud emas. Unda olganda nima bo'ldi? To'ldiruvchi fa'ilning o'rniga kelib pesh o'qildi. Unda 3-qoida fe'l majhulga aylangandan keyin fa'il tushib ketib, maf'ul pesh o'qilib fa'ilning o'rnini egallaydi. Esingizda bo'lsin.
Pil shundan majhulga aylansa, fa'il tushib ketib, maf'ul fa'ilning nimasini egallaydi? O'rnini egallaydi. Bayatdan olgan misolimizga o'xshash. Buni tafsil tushunmak bo'lsa, 6-mashqqa qarasak bo'ladi. To'yib. 4-qoida. Bugungi darsimizdagi asosiy qoidalarning 4-si bayatdan gapni o'zini qilaylik. Fa'il tushib ketib, 3-qoidada fa'il nimaning o'rnida turadigan bo'ldi? Maf'ul fa'ilning o'rnida turadigan bo'ldi shundaymi? Buning ismini nima deb qo'ygandik? Naib fa'il. Yoki maf'ul va musamma fa'il. Sizlarga oson bo'lsin uchun naib fa'il, ya'ni fa'ilning o'rnida o'tiradigan bilak deb atsanglar bo'laveradi. Endi 4-qoidaga kelgan vaqtda bundaq bir gap keldi. Agar bayatdan maf'ul damir bo'lib qolsa, damir. Masalan, bayatdan misolindagi maf'ulni zimirga aylantirib boqaylik. Darabaka bakrun. Darabaka bakrun. Sizni kim urdimi? Bakri urdimi? Desa, darabaka bakrun. Mushunda daraba fe'l shundami? Ka nimasi to'ldiruvchisi, bakrun degan nima? Fa'il. Endi biz duribani nimaga aylantirmoqchi? Darabani duribaga aylantirmoqchi majhulga. Nima tushib ketdi? Fa'il tushib ketdi. Bakrun tushib ketdi shundaqo kaplam qolib qoldi. Kapni qanday qilamiz endi? Daraba duribaga aylanib duriba oldi. Kapni gapiramiz desa, tushuntirishga kelgan almashlar to'ldiruvchi bo'lsa, shundami? To'ldiruvchi tushuntirishga almashlarni fe'l majhulga aylantirgan vaqtda pesh o'qilgan marfu bosh kelishga almashga aylantiramiz. Masalan, 4-qoida fe'l majhulga aylansa, jumladagi maf'ul damir mansub bo'lsa, ya'ni tushuntirishga almash bo'lsa, bu damir mansubni, ya'ni tushuntirishga almash bo'lgan maf'ulni damir marfu, ya'ni bosh kelishga almashga aylantiramiz. Masalan, sa'alakal mudiru. Sizdan mudir so'radi. Shundaqo, mushurunda fa'il qaysi? Mudir. Sa'alani su'ila qildik. Majhul. Fa'il tushib ketdimi? Maf'ulga qarasak, sa'alakadagi kapga shundami? Kap qandaq damirdi? Marfu. Nima? Damir mansub edi. Shundaqo, buni qanday qilamiz desa, damiri marfuga aylantiramiz. Ya'ni bosh kelishdagi almashqa. Damir marfu nima chiqadi? Ka deganning damir marfu nima chiqadi? Anta. Shundami? Endi ka zamiri muttasil bo'lg'achqa, anta zamiri, antining zamiri muttasil holati nima? Ta. O'zgartib boqaylik demak, kaning o'rniga nima qo'ydik ekanmiz? Ta. Endi o'zgartib boqaylik, suilta. Siz qanday qildingiz? So'raldingiz. Yig'inchoqni olaylik. 4-qoida jumla tarkibidagi fe'l majhulga aylansa, shu jumladagi maf'ul damiri mansub bo'lib qolgan bo'lsa, damiri mansubni nimaga? Damiri marfu'ga aylantirib fa'ilning o'rniga qo'yamiz. Buni tafsili tushunmak bo'lsa, 7-mashqqa qarasak bo'ladi va 7-mashqda mushtoqliq tafsili mashqlar bor. Undan keyingi 5-nuqta bugungi o'rganmoqchi bo'lgan darsga 5-nuqta. Endi men arab tilidagi bir qism ismlar, xos ismlar, alif lamliq kelib qoladi. Masalan, Zayd, Bakri, Muhammad, Xolid deganning boshida alif lam bormi yo'qmi? Yo'q. Unda boshqa ba'zi bir qism ismlar var. Al-Abbas, shundami? Al-Haris, andakin Al-Hasan, Al-Husayn degandek ismlar var. Bundan ismlar ya bilan chaqirilib qolsa, qanday ishlatamiz? Al-Hasanni ya bilan chaqirib ishlatib baqili, yal Husayn, yal Hasan demdoq, yal Haris demdoq desa, mushtaq alif lamliq ismlar ya orqali nido qilingan chaqirilgan vaqtida uningdagi alif lam qanday ketadi? Tushib ketadi. 5-qoida alif lamliq xos ismlarga nidoning yosi kirsa, chaqiriqning yosi kirsa, shu ismning boshidagi alif lam qanday ketadi? Tushib ketadi. Bu bilmoqchi bo'lgan 5-qoida. Ya'ni bu qoidani tafsili tushunmak bo'lsa, tamarinning ichidagi 12-mashqqa qarasak bo'ladi. 12-mashq.
6-cı qoida. Bugungi darsimizdagi 6-cı qoida. Odatdagi normal ismning oxiriga tashdid o'qilgan ya qo'shilib qolsa, shu ism nisbiy ism bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir yerga tava bo'lgan, tavalik ism. Masalan, jungu nima deymiz? Sin. Shunama oxirgi ya'ni bir o'xshab baqayli. Sini nima degan gap? Junguluq degan gap. Hindu, Hindiston. Buni oxirgi ya'ni o'xshab baqayli. Hindi, Hindistonlik shunaqa. Arab, Arab. Ya'ni o'xshab baqayli. Arabiy, Arab odam degan gap. Mana shunga o'xshash. İsmning oxirgidan nimadan birini qo'shsak, ya'ni birini qo'shsak tashdid qilgan bu ismning bo'ladi, nisbiyan tavallik ism bo'ladi. Masalan, Quraysh, Payg'ambar alayhisolamning qabilasi Quraysh, Qurayshi. Qurayshlik shundami? Xinjiang, Xinjiangi, Xinjianglik. Uyg'ur, Uyg'uri, Uyg'ur odam degan gap. Bu mazmun kitobimizdagi 13-mashqda gavdalik asosliq mashq qildiriladi. 7-ci mazmun. Ana biz bundan ilgari g'ayrimusulning har xil shaklarini ko'rib o'tdik shundaqo, bak tarqaq. Inshaalloh bu arada butun g'ayrimusulninki umumiy mazmunlarini yig'ib o'tamiz. Bugun dars chiqqan g'ayrimusul munosabatlar bir mazmun fual o'lchimida kelib qolgan ko'plik ismlar g'ayrimusul bo'ladi. Yani fu'laning köptiki olgan fu'al gap qolsa xuddi uxra deganning köptiki nima chiqdi? Uxar g'ayrimusul bo'ladi. Mushloq diqqat qilsak bo'ladi. Inshaalloh bu g'ayrimusul to'g'riliq kelgusi darslarimizda tafsiliy yig'inchoqlab so'zlaymiz. Ondan keyin eng oxir 8-ci mazmun Hijriye ay namları. Mesela hazır biz yanvar, fevral diye her xil namlarımız var. O miladi şunda ama hem de Arap Hijriye İslam ay namları 18. mashqda inib birilgan. Mana bu dersdagi o'zlashtirishlik muhim mazmun. Masalan, birinchi oyni Muharram, ikkinchi oy Safar, uchinchi oy Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhira, Rajab, Sha'ban, Ramazon, Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja. Mesela biz ro'za tutgan oy bor, shundaqo, shuning oldidagi oy Sha'ban, uning oldidagi oy Rajab. Ro'za tutgan oyning keyingi oy Shawwal, uning keyingi oy Zulqa'da, undan keyingi oy Zulhijja, haj Qurban hayit bo'lgan oy. Shu oylarning nomlarini o'zlashtirib olaylik. Bu 18-mashqda gavdalik ifodalanadi. Eng oxirgi bugun darsga eng oxirgi grammatika imma degan so'zning ishlatilinishi. Yani immani harfi atfi deymiz, asosli bayon qilish uchun keladi. Bayon qilish uchun. Immaning ishlatilinishi jumlada qaranglar. Imma chiket va imma degan shaklda ishlatiladi. Bu yerdagi imma chiket va imma degan ham imma deb bo'lgandan keyin ma'lum bir gapni deb uniga yana imma aytildi. Masalan, deymiz-ku, o'quvchi degan qanday nima yoki o'quvchi qanday desa, har qanday o'quvchi degan ya ziyrak keladi yoki sal kallasi ishmas qildi deymiz-ku, shunaqo. Undan boshqa misol olsak, adam degan ya er bo'ladi, yani bo'ladi, ayol deymiz. Shunaqo o'shadagi ya degan gap arab tilidagi imma degan gap. Masalan, jumla tuzib baqsak, İbrahim Kur'anmaydi hiç alaqalashamadim desak deymiz. İbrahim imma maridun ve imma musafir. İbrahim ya kesel ya bir yerga safar qilib ketdi. Shundami? Undan boshqa al-ismu fil arabiyya arab tilidagi ism imma muzakkar va imma muannas. Ya muzakkar bo'ladi yoki bo'ladi muannas. Yani ya ayollik ya erlik bo'ladi degan jumlamizdagi immani ishlatilinishi ikki o'rinda takrorlanib ishlatiladi. Buning tafsilotini bilmoqchi bo'lsak, darsimizning kunimizdagi natijasini 19-mashqqa qarasak bo'ldi bu. To'yib. Darsdagi mazmunlar nuqtaliq grammatik mazmunlari o'zlashgan bo'lsa, men sizlarga ishkin darsningki
dialogini o'qib, tarjima qilib mulohaza qilib beray. Asosli mulohazamiz bugungi darsdagi nuqtalik grammatika mazmunlarida, ya'ni fe'lning majhulga aylanish ahvoli to'g'riliqlan bo'ladi. الدرس الثاني. لما تأخرتم يا أخوان؟ لأن المطعم فتح اليوم متأخرا. متى فتح؟ فتح الساعة 6. ومتى يفتح كل يوم؟ يفتح الساعة 6:15. اجلسوا وافتحوا الكتاب. أين كتابك يا إدريس؟ سرق كتابي يا أستاذ. سرق كتابك؟ متى وأين؟ سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها، وسرقت معه أشياء أخرى، ساعتي وحذائي ومعظم ملابسي، عوضك الله منها. أريد الآن أن أسألكم أسئلة فيها درستم أمس. أريد الآن أسألكم أسئلة فيما درستم أمس. في أي شهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. في أي سنة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر؟ ما أدري. ألم تدرسوا هذا؟ بلى درسناه ولكنني نسيت. ما يعرف هذا؟ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 70 و500 للمئات. عام 70 و500 للميلاد. هذا صحيح. في أي عام ولدت أنت يا إدريس؟ ولدت عام 85 و300 وألف للهجرة. في أي عام ولدت أنت يا أحمد؟ ولدت عام 67 و900 وألف للميلاد. أين ولدت يا أحمد؟ ولدت في باكستان. أنت إذن باكستاني؟ اسمعوا يا أخوان، أشرح الآن قاعدة نحوية مهمة. قاعدة نحوية مهمة. الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول. أما المبني للمعلوم فمثل قتل يقتل، وأما المبني للمجهول فمثل قتل يقتل. يحذف الفاعل مع الفعل المبني للمجهول ويحل المفعول به محله. يحل المفعول به محله ويسمى نائب فاعل وهو مرفوع. نقول قتل الجندي الجاسوس، أي قتل الجاسوس. يسمع الناس الآذان بوضوح، أي يسمع الآذان بوضوح. يا معاوية، ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول. خلق الله الإنسان من طين. خلق الإنسان من طين. الإنسان هنا نائب فاعل. هات مثالا آخر للفعل المبني للمجهول يا إدريس. قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في المسجد النبوي. يا أحمد، هات مثالا آخر على أن يكون الفعل به فيه مضارعا. يقتل الآلاف من الناس في الحروب. يا جابر، هات مثالا آخر على أن يكون نائب الفاعل فيه مؤنثا. تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. يا حسن، أتستطيع أن تذكر آية فيها فعل مبني للمجهول؟ نعم أستطيع بعون الله. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أحسنت يا حسن. أيمكنك أن تذكر حديثا نبويا يحوي فعلا مبنيا للمجهول يا زبير؟ يمكنني إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. رواه البخاري ومسلم. ما شاء الله، انتهى الوقت يا أستاذ. أرنا الجرس؟
لا يسمع صوت الجرس في فصلنا هذا منذ متى؟ منذ أسبوعين أو أكثر. طيب. لما تأخرتم يا إخوان؟ قرنداشlar. Nimish kechikdinglar? لأن المطعم فتح اليوم متأخرا. Chunki oshxona bugun keyin ochildi. Bu jumlada maqsadlik narsa futiha. Shunaqmi? Futiha ochildi. Bu fi'l mabni lil ma'lum, nima lil majhul. Fi'l mabni lil majhul degani majhulga qurilgan fi'l, majhul shaklda turlangan fi'l. Al-mat'am dinga qaytadigan futihaning tahtidagi domir nima so'ludi? Naibi fa'il. Naibi fa'il. Mata futiha qacha ochildi. Futiha ya'ni majhul fi'l. Futiha as-sa'ata as-sadisa soat 6da ochildi. Va mata yuftahu kullu yawm. Har kuni qanday vaqtda ochiladi? Yuftahu. Fi'l mudari'ninki nima shakli? Majhul shakli. Yuftahu as-sa'ata as-sadisata illa rub'an. Soat 6ga 15 minut qolgan vaqtida ochiladi. Balki illa rub'an illa oldidagi jumladan ma'lum qismni chiqarib olish. Soat 6da deb bo'lgandan keyin illa rub'an desa, illadan keyingi rub'an. Rub'an degan 4/1 degan gap shundaqo. 60 minutning 4/1 nechi? 15 minut. 15 minut qolgan 6 degan gap. Undaq bizning ishlatishimizda 6ga 15 minut qolganda ochiladi. İlisu vaftahul kitab. O'ltirib kitobni ochinglar. Ayna kitabuka ya İdris. İdris kitobing qani? Suriqa kitabi ya ustaz. Kitobim o'g'irlandi ustoz. Suriqa. Nima ish o'g'irlandi deydi? Chunki o'g'rini bilmaydi-da, shundami? Shuning uchun fe'lni majhul shaklda turlab, chiqarib, suriqa ishlatimiz. Kitobi nimasi bo'ladi? Naibi fa'il bo'ladi. Suriqa kitobuk. Kitobing o'g'irlandi. Mata va ayn? Qachon? Nada? Aslab o'tiraylar. Suriqa degan fe'l yana al-fi'l al-mabni lil-majhul, ya'ni majhulga qurilgan fe'l. Suriqa al-barihata min ghurfati. Tunugun kech yotiqimdan o'g'irlandi. Va ana g'oyib anha. Men bo'lsam shu vaqtida yotoqda yo'q edim. Mediki va ana g'oyib anha qandaq jumla? Holat jumla. Shunga va bilan boshlanadi. Va suriqat ma'ahu ashya'u ukhra. Kitob bilan nurg'un narsalar o'g'irlandi. Suriqat o'xshashlar majhul fe'l, ashya nimasi? Naib fa'ili, ashya sifatlanguvchi, ukhar sifati. Ukhar g'ayri munsirif. Ashya o'xshashlar nima munsirif? G'ayri munsirif. Saati va hizai va mu'azzam malabisi. Soatim, oyoqim va ko'pincha kiyimlarim. Ko'pincha kiyimlarim billa o'g'irlandi. Buning hammasi ashya uxarninki tafsir kelgan jumla, tafsiri. Avadakallohu minha. Allah sana u narsalarning o'rnida to'liqlab bersin. Avvada shuni o'rnida bersin, to'liqlab bersin degan ma'noda. Uridul ana as'alakum as'ilatan fima darastum ams. Hozir sizlardan tunugun o'qigan mazmunlar to'g'risida savollarni so'rmoqchi. Ya'ni uridu qilmoqchi, aytmoqchi, shundami? Al-an, hozir an as'alakum sizlardan so'rmoqchi. Uridu bilan qo'shilib shundaqo? As'ilatan savollar. Fima, nerdagi savollar u? Fima. Bir darslardagi ma ism mavsul bo'lib, darastum bilan qanaqanday izohlanib, tunugun o'rgangan darslarlardagi savolni sizlardan qanday qilmoqchi, so'rmoqchi. Fi ayyi shahrin wulida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Payg'ambar alayhisalom qaysi yilda tug'ildi? Hay Jabir. Payg'ambar alayhisalom qaysi yilda tug'ildi? Ma'runda la Jabir yo'q. Fi ayyi shahrin wulida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Rasululloh alayhisalom qaysi oyda tug'ildi? Wulida o'xshashlar nimasi? Majhul shakli. Valada tug'di, wulida nima qildi? Tug'ildi. Rasululloh uning nimasi? Fa'il, naib fa'il. Odatda ko'p ishlatamiz bu gapni. Men sen qachon tug'ilgan, men qachon tug'ilgan gapning hammasini wulida shundaqmi? Men tug'ilgan gapni wulidtu. Wulidtu, men tug'ildim. Qachinchi yili, manchinchi yili. Shunaqa sana yoki an deb asaq bo'laveradi. Wulida fi shahr ar-rabi'il awwal.
Peygamber aleyhisselam Rabiul Avval ayda qana qildi tug'ildi. Fi ayyi sanatin wulida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya Jabir. Jabir Peygamber qachon tug'ildi? Ma adri, bilmayman. Alam tadrusu haza? Buni o'rganmaganmidinglar? O'qimaganmidinglar? Bala, o'qigan. Darsni o'qigan. Walakinnani nasit. Biroq men qana qilib qoptiman, unutib qoptiman. Ma ya'rifu hada? Buni kim biladi? İdris. Wulida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam عام 70 و 500 للميلاد. Miladi 750 yılısı tug'ildi. Miladi 750 yılısı tug'ildi. Haza sahih. Bu to'g'ri. Fi ayyi amin wulidta anta ya İdris? İdris, siz qaysi oyda tug'ildingiz? Wulidtu ama 85 ve 300 ألف للهجرة. Hicriye 1385 yılısı tug'ildim. Wulidtu hammasi majhul shaklda. Wulidtu, wulida deganlar. Fi ayyi amin wulidta anta ya Ahmad? Ahmad, qaysi yılısı tug'ildingiz? Fi ayyi amin, qaysi yılısı tug'ildingiz? O'xshashlar majhul shakl. Wulidtu ama 67 و 900 ألف للميلاد. Miladi 1967 yılısı tug'ildim. Agar hijriy demoqchi bo'lsak, oxiriga lil hijrahni qo'shamiz. Milodiy demoqchi bo'lsak, yildan keyingilarni nimani qo'shamiz? Lil milad bilan qo'shamiz, ha? Ayna wulidta ya Ahmad? Ahmad, nerede tug'ildingiz? Wulidtu fi Pakistan. Pakistan tug'ildim. Anta idan Pakistaniyun. Undaqda siz Pokistonlik ekansiz-da? Yana bir qoida, ismning oxiriga tashdidlik nima qo'shilsa, u ism nima bo'ladi? Nisbiy ism bo'ladi, shunami? Tavallik. Pakistanning oxiriga ya qo'shildi, nima bo'ldi? Pakistaniyun, meni Pokistonlik bo'ldi-ku. Isma'u ya ikhwan, qarindoshlar anglanglar. Ashrahu al-ana qoidatan nahwiyatan muhimma. Men hozir muhim grammatikalik qoidani izohlab beraman. Ma'lummi? Asl nahv degani gap grammatika. Oxirgi yodimni qo'shib, nahviyatan qildik, nima bo'ldi? Grammatikalik deb bu nima ism bo'ldi? Nisbiyini tavallik ism bo'ldi. Grammatikalik. Fe'l ya ma'lumga qurilgan bo'ladi, ya majhulga qurilgan bo'ladi, ya iniq fe'l bo'ladi yoki iniqsiz fe'l bo'ladi. Ya'ni mabni degani turlab chiqarilgan, qurilgan degan ma'noda. Fe'l ya ma'lumga qurilgan bo'ladi, ya majhulga qurilgan bo'ladi. Bayatni o'tdiq-ku, imma degan bir narsani tafsili bayon qilishni bilishunda, ammo undan keyin takrorlanadi. Imma mabniyul lil ma'lum va imma mabni lil majhul. Amma al mabni lil ma'lum, amma ma'lumga qurilgan fe'l bo'lsa, ya'ni iniq holatda qurilgan fe'l bo'lsa, qatala yaqtuluga o'xshash. Buning ma'nosi o'ltirdi shundami? Ammo majhulga qurilgan fe'l bo'lsa, ya'ni iniqsizlik holatda qurilgan fe'l bo'lsa, qutila yuqtalu. Öldürüldür. Yani bir qoida o'qituvchilarda ma'ni majhulga qurilgan fe'l bilan fa'il tashlanadi degani, fe'l majhulga qurilgan amallar nima chiqib ketadi? Fa'il tushib ketadi. Va yahullu al-maf'ul bihi mahalla. Maf'ulun bih shu fa'ilning o'rniga tushadi va naibi fa'il deb qanaqiladi? Atiladi. U maf'ulun bih olsunmi? Marfu. Bosh kelishda kelgan bo'ladi. Ya'ni pashq qiladi demakchi. Ani mushumni boshini tortib qanaq baqayda bir dalil qilib baqsak, yuhzafu degan gap tushib ketadi shundami? Hazafa yahzifuninki majhul shakli yuhzafu. Yahullu ma'lum. Anakin yusamma degani nima? Samma yusammidan chiqqan yusamma majhul. Atiladi. Biz deymiz qatalal jundiyul jasus. Askar jasusni o'ldirdi desak, qatala fe'l jundiyuning fa'ili, jasus nimasi maf'uli. Ma'odatga ma'lum fe'l shundami? Endi mushu fe'l majhul g'aylasini bo'ladi. Qutilal jasus. Jasus o'ldirildi. Ya'ni bu yerdagi jundiyu degan fa'il tushib ketdi, jasus degan maf'ulun bi fa'ilning o'rniga kelib nima qildi? Pashq qildi. Buni nima deb ataymiz? Naib fa'il deb ataymiz. Ikkinchi misol. Yasma'un nasul adana biwuduh.
Kişiler azanni uçuq anglaydı. Ma iniq pil. Yasma'u pil annas faili al-azan nimasi maf'ulun bihsi. Am bu pil nimi gaylansa, mechul gaylansa nim buludu? Yusma'ul azanu biwuduh. Azan uçuq anglinidu. Fail annas tushib ketdi. Azandan maf'ulun bih nimini o'rniga tushirdi, failni o'rniga tushirdi, nim bo'ldi? Peşo qildi. Naib fail deb ataldi. يا معاوية ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول خلق الله الإنسان من طين. Hey Muaviye, bu cümledeki pilni mechulga qurup chiq, ya'ni mechulga o'zgart. Xalaqallohu al-insana min tin. Allah insonni laydan yaratdi degan cümledeki xalaqa degan pilni nimaga o'zgartgan? Mechul g'oyni mechulga qurup chiq dedi. Muaviye javoban xuliqal insanu min tin. İnsan laydan yaratildi. Vaqtda xalaqallohu deki Alloh fa'il tushib ketdi shundami? El-insan diye mef'ulun bih failinin o'rniga o'tkazilib ne bo'ldi? Xuliqal insanu naib fa'il oldu. İnsan bu yerda naib fa'ilni peşa qildi. Aslida jar qilgan mef'ulun bih maya kirib nima qildi? Peşa qilib naib fa'il oldu. Hati misalan akhar lil fi'l al mabni lil majhul ya Idris. Idris majhulga qurilgan pilga yana bir misol keltir. Majhulga qurilgan pilga yana bir misol keltir. قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في المسجد النبوي. Umar radıyallahu anhu Mescid-i Nebevi'de namaz okuyup öldürüldü. Onun müşahede aslı katayla öldürüldü şimdi ama nime keltirildi? Mecul o'zgartirilib qutila keltirildi. Yoki ve huve yusalli bin nas qanday jumla? Holat jumla. Asli bitaydi ya. Ya Ahmad, hati misalan akhar ala yakuna al-fi'l fihi mudari'an. Ahmad Pil ununda mudari bo'ladigan yana bir misol keltir. Nima mudari pilni majhulga aylantirib yana bir misol keltir. Yuqtalul alaf minan nas fil hurub. Jangda, urushlarda kishilardan minglagan kishilar o'ldirildi. Alaf minglagan degan gap. Yuqtalu yaqtuluning qanday shakli? Majhul shakli yuqtalu. Alafu nimasi naib fa'ilasi. يا جابر هات مثالا آخر على أن يكون نائب الفاعل فيه مؤنثا. جابر نائب فاعل مؤنث bulduğanğa yeni bir misal keltirgeni مؤنث نائب فاعل qilib bir misal keltir. تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. سورة الفاتحة her rekatta o'qiladi. نائب فاعل qaysi? سورة الفاتحة bu ayollik ha. تقرأ مجهول فيل. نائب فاعل سورة الفاتحة. يا حسن أم يا حسن يا وقت الحسن يا ولن لقى وقت ألف لام قناح كتت شكتت. أتستطيع أن تذكر آية فيها فعل مبني للمجهول. تركيب داين إجدا في هذه إجدا مجهول قرلغان فيل بوغان آياتنا أصلية لمسة. تستطيع أن تذكر إشكس قشلب أصلية لمسة فيها إجدا فعل مبني للمجهول. مجهول قرلغان فيل بوغان آياتنا أصلية لمسة. نعم أستطيع أصلية لما الله يردم لنا. قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Allah'ın tüyündeki ilahlar, Allah'ın tüyündeki ilahlarını çağırdıgan, şular dua kılgan kişiler hiç neresini yaratanmaydı. Halbuki ular qanday qiladi? Özleri yaratıldı. Yani Allah'ını okuyup ibadet kılgan butlar şunda ama hiç neresini yaratanmaydı. Belki ular özleri yaratıldı. Müşurunda ve hum yuhlaqun deki yuhlaqun pil mudari'nin qanday şekli? Mechul şekli. Pil mudari'nin mechul şekli. أحسنت يا حسن. حسن yaxshi qilding. أيمكنك أن تذكر حديثا نبويا يحوي فعلا مبنيا للمجهول يا زبير؟ زبير majhulga qurilgan pilni o'z ichiga olgan, yahvi degan o'z ichiga olgan degan gap. O'z ichiga olgan payg'ambar hadisini asliyalamsa, ayumkinuka an tazkur bumu atastati'u an tazkur bilan o'xshash. Asliyalamsa yumkinuni inshaalloh. Allah xolis asliyalayman. Payg'ambar alayhisalom bundoq degan: "La yuldagul mu'minu min juhrin wahid marratayn." Mu'min
bir tüşükten iki qitim çekilmaydı degeni bir qitim puti sebilip ketken körükten ikinci qitim qanday qilmaydi mangmaydi. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Shu o'rinda la yuldag'ul mu'min degan la yuldag'u fil majhul mu'min nimasi naiba foydasi. Maşallah. Maşallah. Bu taaccub kelimasi. Alloh sizga beribdi degandek. İntihal vaqti ya ustaz. Ustaz, vaqt to'shdi. Aranal jaras qo'ng'iroq chalindimi? La yusma'u sawtul jarasi fi fasli haza. Bizning bu sinfda qo'ng'iroq ovozi anglanmaydi. La yusma'u deki yusma' la yusma'u nima fe'l? Majhul fe'l. Sawtu naib failasi. Munzu mata qachondan beri? Munzu usbu'ayn aw akthar. 2 haftadan beri, balki 2 hafta yoki undan ortiqroq vaqtdan beri bu sinfda qo'ng'iroq anglanmaydi. To'yib.